Omadingizni bersa, 500 ming dollar. Kimdir 100 ming deydi bu qo'ydi. Kimdir bunaqa deydi. Asxonaga sportivniy formasi qancha chiqdi? Shunaqa bo'ladi. Ana shanzotli qo'y, to'g'rimi? Ha, Arashan, xudo xolasa 100%, film kattalari bor. Spirovning. Elitning, super elitning kategoriyasiga kiradi. Yosh qancha? Yoshi aka 1 yoshi 6 oylik. Ha. 18 oylik bo'ldi. Mana shu yerdachi mana tajribali haqiqiy egasi ekansiz shu kasbda. Mana shu qo'ylarni qimmatbaho ekanligini parametrlari qayerda? Shuni aytib bering. Mana hammaga ham qiziqda bu. To'g'risi. Aka qo'chqonlardan kelsak, birinchisi bo'y. 90 plus. 90 ni tepasi shu. 91, 92 dan boshlab ketaveradi. Quloq 20 plus. Elitaning anaqasini aytyapman. 20 ni tepasi elitaga kiradi. Endi buni super elita bo'lishligi juniga qaraladi aka. Suyaklari, oldi to'shlari, kallasini garbanoshligi aka. Dumbasta razrez bo'lsa, u ham bitta plus. Dumbasta razrez borligi. Razrez oxirigacha, ha? Yo'q. Razrezda nimasi bo'ladi? Razrez. Mana aka orqasida kesilgan bo'ladi-da aka. Ajragan. Quloq joylashuvi ham asosiylari. Ha. Asosiy parametrlari shular Shular, ekan. ha. Endi u kattaligi katta ekan. To'g'rimi? Katta endi bu aka bu qo'zi deyiladi o'zi. Qo'zidan endi chiqyapti aka. Bu endi xudo xolsa bahorda haqiqiy qo'chqar bo'lib 4 ish to'ldiradi. Yana o'sadi. O'sadi aka, kengayadi-da, kattalashadi aka, ancha ob'yomlashadi. Endi Qirg'izistonda bu narsa eskitdan bor. 80-yillardan beri bor ekanda. Bu nomi genetika, nasl. Ha, endi ishlaganda buni uchta ishlagan aka, mehnat qilingan aka. Chunki oddiy odamlar baribir qo'yni ko'rib tushunmaydi, hozir quloq. Albatta, buni galba odam emasda. Mana galbatiyligi. Buni aka manaqada bu qo'yni 5 ming, 6 mingga 4 ta qo'y bor odam olmaydi. Aka 1,5 mingga berishdan 4 ta qo'y bor odam olmaydi-da. Buni aka bizga o'xshab, nimaga 100 ming beryapti begijon? Bu bolaning 200 ta sog'lig'i bor. Hozir buni olgandan keyin yana 200 ta qo'shamiz aka. Bundan 400 ta bola oladi. 400 ta bolasidan aka hech bo'lmaganda aka 10% tushsin, 100 tadan 40 ta tushadi-da aka. Bo'ldi. Bu Anjonni qo'yi, bog'shon oldiga. Shu aka buni aka 10 ta qo'y bor odam aka 10 mingga olmaydi buni. Ko'rasan? Seleksiyaga olganmiz, ha. Hamma u aka 50 ming, 60 ming, 100 ming kim olyapti? Qo'y ko'p. Bunaqalar sanoqli bo'ladi. Endi 100 ming dollarga ador bo'lgan qo'y. Qo'y. Nom raqam bormi buni? aka ha 65. 65 ekan Shundan raqam. rozi emasmiz, просто otasi 5 ligiga 65 qo'yganmiz. Kartoshkaga